O'zbekistonda hafta boshida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. O'zgidromet 5-yanvar dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, hafta boshi yog'ingarchiliksiz o'tadi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, Ustyurtda 11-13 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1 daraja sovuq, 4 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja sovuq bo'ladi. Yanvar oyi uchun prognozlarga ko'ra, birinchi 10 kunlikda yog'ingarchilik kuzatilishi ehtimoli kam. Ikkinchi 10 kunlikda harorat pasayib boradi. Uchinchi 10 kunlik respublika shimolida kechasi 15-20 darajada sovuq bo'lishi kutilmoqda.